Bu videoda men sizlarga stewardessalar qanaqa qilib sochini shunaqa ideal silliq qilib yig'ib yurishini ko'rsataman. Lekin bitta narsa, bu videoni montajini men yaqin do'stimga ishonib topshirdim. O'shaning uchun hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Birinchi o'rinda sochimizni hammasini tarab olishimiz kerak. What the hell? Mana cho'kam kesilgani bo'lgani uchun buni yaxshilab orqaga qotirishim kerak, chunki bizga cho'ka tushirib yurish ruxsat etilmaydi. Bo'lib olganimdan keyin buni orqaga mamna qilib yig'aman. Sochlar qancha kir bo'lsa shuncha yaxshi. Chunki toza endi yuvilgan soch umuman ushamaydi. Mamna qilib orqaga bitta qilib yig'ib olganimizdan keyin bir tarafiga lak sepamiz. Sразу ikkita tarafga sepmaymiz, chunki bir tarafi qotib qolishi mumkin. Lak sepganimizdan keyin taroz bilan mamna qilib kislab olamiz. Keyin xuddi shuni ikkinchi tarafga ham qaytaramiz. Shunaqa tepa tarafini qotirib olganimizdan keyin mana tepasini yechamiz sochimizni. Yana bir marta chiqarib yig'ib olamiz. Tekis qilib yig'ib olganimizdan keyin mana bu joylariga nevidinka. Keyin mana bunaqa shpilkalar yordamida orqasini shishka qilib o'rab olamiz. Keyin sochimni tagini o'rab, bu o'rgan sochimni shishka qilib, sochim undan ham akkuratli bo'lishi uchun bunaqa sergacha taqib olaman. Cho'kam aniq reys payti tushib ketmasligi uchun yana bir marta lak bilan qoldirib olaman tepasidan. Keyin oxirida bunaqa rezinkacha taqib olaman. Qachondir stewardessa bo'lib qolsanglar, shu video sizlarga as qotadi degan umiddaman.